Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, sog'oma yuribsizlarmi? Xudo xolasa bugun 2025-yil 9-noyabr haftamizning bozor kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida xudo xolasa to'q bozori yetib kelamiz yurtdoshlar. Sizlarga induklarni, xo'rozlarni, g'ozlarni, ingushkalarni, o'rdaklarni bir chetdan narx-navosini bilib beramiz. Ko'rib kuzatib yurtimizda arzonchilik bo'lsin yurtdoshlarimiz bir laklarni ayamayın bosib qo'yaverasizlar. Kimda-kim bizlarni musofirdan ko'rib o'tirgan bo'lsa, xudo xolasa valyuta kurslarini aytib o'tamiz. 100 AQSh dollarimiz yurtdoshlar 1.200.000 so'm bo'lib turibdi. Bugun bank ishlamaydi. Xudo xolasa hoj akalarimiz 1.200 dan olib turibdilar. Rossiya rublimiz 144.000 so'm, Qozog'iston tengamiz esa 22.000 so'mdan yurtdoshlar. Bizani Moskva oblasdan ko'rib o'tirgan yurtdoshlarimiz uchun turdoy dogovor registratsiya restoran xizmatlarimiz bor. Bemalol ekranlarda WhatsApp nomerlarini ko'rib qo'yamiz. 100% ishonchli bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Zapretlaringizni ham, deportlaringizni ham tekshirtirsanglar bo'ladi. Turdoy dogovorlarimiz 1 yil Daniya bozorida turishini kafolat beriladi yurtdoshlar. Kimdan bizani 4 yildan ko'rib o'tirgan bo'lsa, bizani 14-12 o'lmasasiz xizmatlaridan foydalansanlar bo'ladi. Eng komfort mashinalar xudo xolasa o'z manzaralaringizga salomatlikda yetkazib olib boradi. Undan tashqari to'y marosimlari uchun kortej xizmatlari ham bor. Gelik desalarmi, Toyota'mi, 150lik, 250lik xalagan xudo xolasa mashinalarimiz to'p beriladi. Xudo xolasa yurtdoshlar sizlar uchun yangilikni yetkazib boshlaymiz. Syomkalarimizni boshlab ko'rib kuzatib boraverasizlar. Inshoda bir bedanachi og'amiz bor. Shundan boshlab beraveramiz edi. Bedanani tuxumi necha so'm bo'lib turibdi og'a? 600 so'mdan 550 dan beraman. 550 dan berasiz. Xalqam shu bahodan berasizmi? Xalqam beraman. Xalqam 550 dan berasiz, to'g'rimi? Yine. Bu soyladan doğru mu? Seyremeyi de doğru mu? Yok, göğüşü var. Göğüşü var. Yine. Palava salıp rast gitar da bulan. Neçe sonla? 20 so'mdan. 20 sonla? Ben 10 so'mdan. Soyup beres mi ağa 20'ni? 20 so'mdan soyup beres. 10 so'mdan var. Bula 10 so'mdan. Bula seyri mi? Xo'raz işte. Xo'raz he? Yine. 10 so'mdan, bula 20 so'mdan. Bunu satışını atın. Neçe so'm beres? Katıp verin bunu. 20 so'm. Katıp vermiyorsun mi? Arzan veremeden isko? Yiyem 8 so'm yeme. Yeme 8 so'm. Esa 18 so'mdan verin şunu. Karramas. Boldu 18 so'm. 18 so'mdan soyup beres. Nömreni atıp verin. Ha. Hadi. 93. Aha. 098. Aha. 4855. 4855. Balana arası yurttaşsa görüp güzel para arasılar. Yurttaşsa xudo xolasa syomkalarimiz başımız görüp güzel para arasılar. Şöyle induklardan başımız yenge hanım. Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan mekanlar? Bilmiyoruz, baha aytmadık yani. Hele bazarını görmediniz mi? Yine. Bular baharda çıkkanlar axirang. Baharda çıkkanları. Hele bazarını görmeyin hele. Endi baha aytıladi ekan. Xo'razdan necha so'mdan ekan axirmi? 150.000 so'mdan. Bular juja xo'razlarmi yo bultirqimi? Yine juja xo'razlar. Necha so'm aytdingiz? 150. 150.000 so'm aytilishga. Qaytib berasiz. Hali sotdingizmi hali? Yo'q, hali hozir. Yine 150.000 so'mdan tushib berilar ekan. Bedan bari o'sishimiz xo'razdan tushadi. İnson tacı 40 tacı da aytiladi do'stlar. Men ko'p to'q xo'raz bakkanman. Necha so'mdan? 120.000 so'mdan 40 tacı. Daş tacı bor, 40 tacı bor, uçkurlari bor. Men bilaman ko'p nima desanglar yurtdoshlar. Bu yerda menda xo'roz bor ekan. Necha so'm ekan? 650. 650. Necha kilo chamalab turibsizlar buni? Kitap ko'rmadingiz axirang. 650 aytilib turibdi ekan. Mekanlar necha so'm ekan? 350.000 so'mdan mekanlar. Bular bahorda chiqqanlarimi? Bultirgan, u juja chiqarganlar axirang bu. Yana induklar xudo xolasa yana do'stlar. Yana. Xo'razdan necha so'm ekan? Assalomu alaykum. 120.000 danmi? 120 dan aytilib turibdi ekan. Induklar necha so'm ekan? 350.000 so'mdan ekan. Bir de quyonlar bor ekan sizlarmi? Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan quyonlar? 100.000 so'mdan. Bular erkek urg'ochisi aralashmi? İkisinden 100.000 so'mdan, he? Şu, herkes 100.000 so'mdan erkeğe urg'ochsam shu baqa ekan. Bular necha so'm? Allah yarını özü gelsin, Allah yarını. Ne? Allah yar. Arak desang men tayyor dedi. Bu yana kelkem. Bu yana kel beni. Necha so'mdan? 60.000 so'mdan. Hammasi 60.000 so'mdan. Yine. Katib berasanmi? 50.000 so'mdan aytib beraman. 50.000 so'm? 50.000 so'mdan dedi. Yumshatchak bu. Kaçmaymi? Yo'q, kaçmaydi. Kassa tutolmaysan bilasan? Ya tutuladi. Qattiq yuradi bu. Yine do'stlar. Tovuq necha so'm? 80. Tovuq 80. Necha oldinglar, doğrusini ayt.
Almadım özümki. Ha, o'zingniki? Unikini ekkapti yana birsin. Aslan bir-biridan olib, bir-biridan kelib, sakkan-sakka urasizlar. Gapi. Ha, qarama, addini kelamayapsiz. Savdo bo'layotirmi? Necha so'm aytib tursiz senga? 130 aytdim. 130 sang? Yana tilak ekan bo'lsa, 130 aytilib turibdi ekan. İkisi ham 150 beryapti. Yana. Bala. İkisi 150 bo'layotirmi shunda? Yana 75 dan tushib turibdi. Yurtdoshlar ko'pchilik yurtdoshlarimiz aytadi, bozorimiz sizlar bozor qimmat deysizlar. Yo'q, yana 75 dan turibdilar og'alarimiz, xolos yana. Arzon bo'libdi. Tovuqi xo'razi 150 ming so'm bo'ldi. Yana olgan ham sotgan ham xayrini ko'rsin yana. Gap yo'q. O'rdaklarcha so'm ekan? Sizniki qaysi xo'razlarmi? Necha so'm menga xo'razni? 150. 150 ming so'mmi? 100 tushimiz xo'razni tushib turibdi. Xo'razlar 150 ming so'mdan ekan. Qurollarimiz. Bu yoqda elanang. Bular tovuq o'xshaydi. Tovuqlar 100 ming so'mdan ekan do'stlar. Kelaverasizlar. Bu yoqda meni xo'razinliklar necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 500 ming so'm. Har qaysi 500 ming so'mdan eng. Har qaysi 500 ming so'mdan olib turibdi. So'rayim bozor og'a. Mana 500 ming so'mdan ekan. Bu necha bo'lsa deb bo'lib turibdi. 3 tane ya, birisi 400 berdi. Ha, birisi 400 berdi. 100 ming so'm qaytib beradi ekan og'amiz yana do'stlar. Birsini 400 ming so'mga berdilar yana. Dandam induklar. Necha so'mdan ekan endi? 300 deb turibman. 300. Necha pishatir savdo xudo xolasa? Hali pishmadi. So'radingiz menga? Necha so'radingiz? 200 so'radim. 200 dan. Har qaysi 200 danmi? Yo'q, endi xo'razini 200. Shu xo'razini 200 so'rab turibdi ekan. Xudo xolasa qaytib beringlar. Yurtdoshlar ozon-ozon so'rayverasizlar. Necha so'mdan kelishasizlar? 200 dan kelishamiz. 200 dan kelishim bor ekan. Bahordan chiqqan dizel ekan xudo xolasa yana. O'sha xo'razmi emas? Emas xo'raz ekan gap yo'q. Big 6 yana. Ana qarang. Endi necha so'm? 800 deb turibman. 800 ming so'mdan. Necha kilo chiqadi bu? 12 kilo chiqadi. Ashaqda ham shu bahami? Ham shu baha yana 800 ming so'm aytiladi. Qaytib beriladi yana do'stlar. Bu yerda xo'razlarimiz ekan. Necha so'mdan ekan? 150 so'mdan turibdi. 150 so'm aytib turtsang, satdingiz baha bilan. Ben satamiz xudo xolasa. Endi 150 aytilib turibdi. Gelişip beraberamiz. Gelishib berasiz. 100 dan berasiz kan? O gelişemiz. Gelishasiz. 2-3 sini olsanglar qaytib beriladi xudo xolasa. Savdosi bo'lsa. Endi uqlancha so'mdan ekan. Assalomu alaykum. 250 ming so'mdan mekanlar bular? Mekan xo'razi aralash 250 ming so'mdan aytilib turibdi. Bahorga chiqqanlar axirang bular. Mana savdosi bo'lsa. Kamcha so'mdan endi qarma. 650 bular 500 ming so'mdan. 650liklar necha kilo chiqadi emas? 6 kilo? 6-7 kilo chiqadi ekan. Bu yoqda yana xo'razlar ham bor ekan do'stlar. Kelaverasizlar. Dekan bor ekan endi endi. Necha so'm dekaningiz? 300 aytib turibman, kelishib beraveramiz. Tojini qaranglar, 3 kur toj. 300 aytiladi-eng. O kelishib beraveramiz. Kelishib berasiz. Bundan azon bilan. Xo'razning? Xo'razni 200 bitadi. 200. 160 ming so'm pul verdik. Bermadimi? 160 a bermabdilar yana. Azmaz 5 ming, 10 ming qo'yishimiz kerak edi. Xo'razancha so'mdan? 150 ming so'mdan xo'razlanadi do'stlar. Mana. G'ozlar kimdan ekan? Necha so'm? 500 danmi? Mana. Har qaysi 500 danmi? Qaytib berasizmi? Mana Buni go'shin chiqib bo'ladi, va mazalang. Mana g'ozni go'shindan bir yeb ko'rish kerak ekan. Necha aldingiz senga? Bahosini aytib bering. Ikkisini 150 mi? 75 dan. To'g'ri gap dedi do'stlar. Yo'q. Xudo xolasa biz davom etamiz yana. Bozor arzonchilik turadi. Arzonchilikmi? Gap yo'q, arzonchilik bo'lsin yana. Bu yoqdan meni og'amiz ko'rib turibdi. Yengancha so'm ayttirsiz? 50 dan bitami bular? Kichkina ekan. Har qaysi 100 ming so'mdan, Bu qo'shmoqmi? Avo. Qo'shmoq o'xshaydi. 60 dan bir yemeğe verasizmi?
Herkesi 100 bin so'mdan aytılib tutganini. Ve anlamına xorazda ben. Necha so'm ekanga? Assalomu alaykum. 150 bin so'mdan herkesini aytib tursan. Yine qaytib beriladi. Ben qo'shmak o'xshagan ekanmi? Qo'shmaklar yine. Tazına qaranglar, uçqir tozlar yine. Endi qancha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 300 bin so'mdan. Belanmasi mekan, hammasi mekan yine. Baharga chiqqanlar 300 bin so'm aytib beribdi. Bular dekanmaga necha so'mdan ekan? Tekerle tavukları 100'den. 100 bin so'mdan. Bir de 3 tane 4-5 tane ne var? Xorazı. Prostoy var. He, prostoylar var. Bir de tekerle var. Fiski tekerle. Bunlar 100'den. Bular 100 bin so'mdan ekan olsa. Bular qalasa qaytib berasizkan? Ava. Buna nomerlarni ham aytib bering aka. 90 bilen. 708 96 86. 96 86. Kök. Memleket tarafları. Seylab olaveradi, to'g'rimi? Yok Uydan var. bor. Şeyle baladı. Uya borganda ham qaytib berasizkan? Ava. Yine dekanlar xudo xolasa kelaverasizlar. Endi bu prostoylar ham qo'shmak o'xshagan. Bromami? Koşmaz. Bromo bilan chatishgan ekan o'zlarimizning missiyalar do'stlar. Gap yo'q. Sodamiz bilan chachaman. Biz esa Güzel bitiyor. davom etamiz do'stlar. Shu kafeslardan o'tib olik, keyin bu yandan boshlaymiz. Xorazmcha so'm ekanga? Assalomu alaykum. 200 ming so'm. Mana satsamizroq ko'rinaning 200 ming so'm aytib turibdi. Xorazmcha so'm ekanga? 100 ming so'mdan ekan yana. Bo'lsa, bundan mindoqlar bor, shu kafesdan qochamiz-da. Shu Xorazmdan boshlaymiz. Necha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 70 ming so'mdan Xorazmlarimiz yana bo'lsa, 70 ming so'm aytib turibdi. Sotkazcha so'm bo'ldimi? So'raganda berib tursang, 60 so'rayman 65 ming qaytib berib turibdi endi. Insho meni 40 taja edi. Yurtdoshlar. Endi qancha so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 250. 250 ming so'mdan induqlar yana. Bu Xorazm ekan aralashib emas Xorazm 250 ming so'mdan ekan yana. Xoraz tovuq qancha so'm ekan? Xoraz 100 ming so'm ina bu. Tovuqdan Tovuq 80 so'm. tovuq 80 ming so'mdan ekan. Birang ingoshkina xorazi. Endushka 180 deyman. 180 ay. Oppoq yomon chiroyli ko'rinadigan. Opa. Yana bo'lsa dum qo'shray ko'rinadigan ko'rib turgan bo'lsanglar. Jujalancha so'm ekan? 40 dan aytib turadi. 40 dan. Dong ming ekan bular? 40 ming so'mdan. Dekancha so'm ekan? 150 ming so'mdan dekan edi. To'sha. Xudo xolasa. Bu yerda indukan bor. Bu meslimaga bronzami ya? Bronza. Necha so'm? 70 dan 12 kilo alırız. 12 kilo. Mana ot xotin necha kilodan chiqadi? 1 kilo çıkar çıksa. Chiqsa 1 kilo chiqadi. Kilosini shu durishini 70 ming so'mdan hisoblab olading shunda. Yana do'stlar 70 ming so'mdan mekani. Hali mekani yana do'stlar. Yandan yana yangi 4 kilo shuda. Asata? Telefon etdi shudami? Yana. Kim? İstersin? İnduklar. Neçə so'mdan ekan? Assalomu alaykum. 250? 250 ming so'm aytib tursiz. Satdingizmi oqa? Yo'q hali. Hali satmadingiz. Yo'q hali. Qaytib beriladi 250 ming so'm aytib turibdi ekan. Ben ham Xorazmga boraman. Necha so'm ekan? 130 dan. 130 ming so'mdan. Aytilishgan? Qaytib beriladi. Ben ham bor ekan Xorazm. Necha so'm ekan? 120 deb turibman. 120 ming so'm aytib tursang, 100 dan kamina bormi bular? Yine. Qaytib beraverasiz safrang. Yine do'stlar, xudo xolasa ko'p tursalar, ham meni bir qator aralikdan umiddaman. Arzonchilik bo'lsin degan like'larni bosib qo'yinglar. Sizlar uchun yangilikni yetkazib boshla davom etamiz. Kanalimizga yangi bo'lsanglar ham obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha yetkazgan vaqtlaringiz esa rozi bo'linglar yurtdoshlar.